ushbu video faolligi, liderligi bilan dunyoni tekinga sayohat qilishni istaydigan yoshlar uchun. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Meni ismim Ma'rifat, familiya Vladipova, yoshim 30 da. Bu yil Young Professional Fellowship Avstraliya 2026 dasturida ishtirok etib, sotsial media tarmog'ida grant yutib oldim. Bundan juda ham xursandman va baxtliman. Ushbu dastur nima? Bu qiz nima haqida gapiryapti degan savollar tug'iladigan bo'lsa, hozir sizga birma-bir tushuntirib o'taman. Young Professional Fellowship dasturi har yili dunyoning turli davlatlarida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasida tashkil etiladigan dastur hisoblanadi. Bu dasturda siz ham ishtirok etsangiz bo'ladi va mutlaqo bepulga. Buning uchun esa siz ushbu profilga kirib, ariza topshirishingiz kerak bo'ladi va omadingizni sinab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Men juda ham baxtliman va sizga ham shunaqa baxt nasib qilishini so'rayman.